Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. ITC kitobining matematika milliy sertifikat to'plamidagi misollarning yechimini ko'rib bormoqdamiz. Biz birinchi mavzudan boshlaganmiz, sonlar va amallar mavzusidan. Videomiz cho'zilib ketganligi sababli bo'limlarga bo'lib qo'yyapmiz. Birinchi videomizda birinchidan 7-chi misolgacha yechimlarni ko'rgan bo'lsak, bugun 8-chi misoldan boshlab yechimlarni ko'rishni boshlaymiz. Demak, bizga 8-chi misol shartida quyidagicha savol berilgan. X, Y, Z teng deyilgan. Yetti ko'paygan x z ga. Bu yerda x zlar ikki xonali son, x, y, z uch xonali son. X plus y plus z ni qiymatini toping deydi. Bu misolga ikki xil yechim qilamiz. Birinchi yechimimiz buni xona birliklariga ajratamiz. X 100 ta x plus 10 ta y plus z teng 7 ko'paygan 10 ta x plus z ga. Xo'p, 100 ta x plus 10 ta y plus z teng 7 ni ko'paytiraveradigan bo'lsak 70 ta x plus 7 ta z ga. Bu yerda x, y, zlar raqamlar. Xo'p, 70 ta x bu tomonga, z ni bu tomonga o'tkazadigan bo'lsak, tenglikni ikki tarafiga o'tkazib oladigan bo'lsak, ya'ni 100 ta z dan 70 ta x ayrilib ketadi. 30 ta x qoladi plus 10 ta y teng 7 ta z dan bitta z ayiradigan bo'lsak 6 ta z. Qarasak 30, 10, bular 10 ga karali son. Demak, mana bu ham 10 ga karali bo'lishga majbur, chunki bular raqamlar. 10 ga karali bo'lganiga raqamlar ko'paygan paytda bularni yig'indisi mana buni javobini javobiga teng bo'ladi 6 ko'paygan z ga. Demak, zimiz ham 6 ga ko'paygan paytda 10 ga karali son hosil bo'lishi kerak. 6 ga qaysi sonlarni ko'paytirsak 10 ga karali bo'ladi deydigan bo'lsak, 5, 15, 10 va hokazo hokazo. Biz bu yerda 5 ni tanladik. 5 deb oladigan bo'lsak zni 30 ta x plus 10 ta y teng 6 kere 5 30 bo'ladi. Xo'p. Endi 5 tanlashimizga ikkinchi sababimiz ham bor. Ikkinchi sababimiz 7 ni z ga ko'paytirgan paytda z o'zi chiqib kelyapti. 7 ni qaysi songa ko'paytirsak o'sha sonning o'zi bo'ladi desa 5 da. 7 kere 5 35, ya'ni 5 bo'lyapti oxiri. Shuning uchun ham 5 tanladik. Xo'p. Demak, 30 ta x plus 10 ta y 30 beryapti. Bu yerda o'z-o'zidan ko'rinib turibdiki, x raqam bo'lgandan keyin x imiz 1 ga teng bo'ladi, y imiz 0 ga teng bo'ladi. Endi yig'indisi 0, 1, 5, z teng 5, demak 6. 6 degan javob C javobda uchalasining yig'indisi. Xo'p, ikkinchi usulimiz quyidagicha. Ikkinchi usulga ko'ra x, y, z teng 7 ko'paygan x z bo'lyapti. Boya aytganimdek 7 ni qaysi songa ko'paytirsam o'sha sonning o'zi bo'ladi deganda, demak zimiz 5 bo'lyapti. 5 ga ko'paytirsam 35. Endi takma-tak ko'paytirish qoidasiga ko'ra x ko'paygan x z ko'paygan 7 deydigan bo'lsam, bu yerda zim 5 ga teng, 5 deb oldim. 7 ni 5 ga ko'paytirsam 5, 35, 3ni saqlab qolamiz xotirada. Endi 7 ni x ga ko'paytirgan paytimizda 7 ko'paygan x va javobga 3 ni qo'shsak, yana o'sha birinchi boshi x bo'lib qolish kerak ekan. Bu faqat 1 bo'ladi. Sababi 7 ni 1 ga ko'paytirsam, 7 ga 3 ni qo'shadigan bo'lsam, yana 10 bo'ladi. Ya'ni x yana paydo bo'ladi. Demak, x imiz 1 bo'lar ekan shu holatda. X 1 bo'lgandan keyin y im o'z-o'zidan 0 bo'ladi. Chunki x im 1 ga teng bo'lgandan keyin 7 kere 1 7, 7 ga 3 ni qo'shyapman 10. O'rtada turgan sonimiz mana y. Demak, x imiz teng 1, y imiz teng 0, setimiz teng 5 bo'lyapti. Yana o'sha javob 6 degan javob chiqib keladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz. 9-savol. 9-savolda quyidagi savol berilgan. A va B natural sonlar uchun A ko'paygan B teng 2025 ga bo'lsa, I kub A B ning eng katta qiymatini toping. I kub A va B ning I kubining eng katta qiymatini toping deyapti. Demak, I kubga qaytamiz. I kub shunday narsa ediki, I kub shunday ediki, bu umumiy ko'paytuvchilarning darajasi kichkinasini olardi. Endi qachon I kub
katta bo'ladi deyilsa, ularni umumiy ko'paytuvchilarni darajalari ham, umumiy ko'paytuvchilari ham bir xil bo'lsa, imkon qadar bir xil bo'lsa, i ko'p shuncha katta chiqadi. Sababi, agar amiz tasavvur qilaylik, teng bo'lsin 2 ni kubi ko'paygan 3 ning uchinchisi, b'miz teng bo'lsin 2 ni birinchisi 3 ning birinchisi bo'lib qoladigan bo'lsa, i kub 2 ni birinchisi bilan 3 ni birinchisini oladi. Endi agarda a bilan b 2 ni ikkinchisi, b'miz ham 2 ni ikkinchisi, 3 ni ikkinchisi, 3 ni ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, bunday holatda i kub majbur bo'ladi ikkita bir xilidan bittasini olishga, ya'ni 2 ni ikkinchisi ko'paygan 3 ni ikkinchisini olishga majbur bo'ladi. Biz imkon qadar shu holatga yaqinlashtirishga harakat qilamiz. Demak, birinchi a va b sonlarini ko'paytmasi 2025ligidan foydalanib, 2025 ni kanonik yoyilmasini yoyib olamiz. 2025 3 ga bo'linadi. 675 3 ga bo'linadi. 225 yana 3 ga bo'linadi. 75 yana 3 ga bo'linadi. 25 5 ga bo'linadi. 5 5 ga bo'linadi 1. E'tibor bersak, a ko'paygan b'miz teng ekan 3 dan 4 ta ko'paygan 5 dan 2 ta. Endi biz a bilan b ni kanonik yo'lmasini topayotgan paytda, a bilan b ni ajratayotgan paytimizda a ni teng deymiz, imkon qadar 3 ning ikkinchisi ko'paygan 5 ning birinchisiga. b ni teng deymiz, 3 ning ikkinchisi ko'paygan 5 ning birinchisiga. Ana endi i kubimiz ham majbur bo'ladi 3 ning kvadrati ko'paygan 5 ning birinchisi bo'lishga. 3 ning kvadrati 9, 9 kira 5 45. Demak, javobimiz 45. 9-misol C javob. Hop, ularni o'chiraman. 10-misolga qaraymiz. Keyingi misolimiz 10-misol. A plus 100 soni 4, 6, 10 ga qoldiqsiz bo'linadi. A ning eng kichik natural qiymatini toping. 4 ga, 6 ga, 10 ga bo'linadigan son, demak, u sonimiz nechiga bo'linadi? 4 ga ham, 6 ga ham, 10 ga ham bo'linadigan eng kichik sonni topishimiz uchun biz ularning i kukini topishimiz kerak. I kuk 4, 6, 10. 4, 6, 10 i kuki teng bo'ladi 2 ni kvadrati, 2 ko'paygan 3, 2 ko'paygan 5. Uchalasidan oladi. 2 ni kvadrati ko'paygan 3 ko'paygan 5, ya'ni 60 ni oladi. Xo'p, 4 kara 60. Xo'p, 60 ni oldi. Demak, a plus 100 imiz bo'linadigan eng kichik son 60 ekan. Xo'p, a plus 100 imiz 100 dan katta bo'lganligi uchun 60 ga karral bo'lgan 100 dan katta. 100 dan katta eng kichik son. 100 dan katta bo'lgan 60 ga bo'linadigan eng kichik son bu 120. Demak, bu 120 ga teng. Xo'p, a'miz shunda 20 ga teng. Demak, a ning eng kichik qiymati 20 ekan. Xo'p, 11-misolga qaraymiz. A va B natural sonlar uchun i kub AB 8 ga teng ekan. Demak, i kub A B teng ekan 8 ga. A ning B ga nisbati teng ekan 3 ga 7 ga. Xo'p, A plus B ni qiymatini top. A plus B ni qiymatini topamiz. Xo'p. Biza i kubda umumiysining darajasi kichiklari olinadi deyildi. Umumiy ko'paytuvchining darajasi kichiklari olinishini bilamiz. Demak, a ni b ga bo'lgan paytimizda umumiylari qisqarib ketib, faqat umumiy bo'lmaganlari qoladi. Bittasida qatnashib, ikkinchisida qatnashmaganlari qoladi. Demak, bular qandaydir x ga ko'paygan va bu x lar x ga ko'payib turibdi. A bilan b da o'sha x lar bir-biriga o'zaro tub, ya'ni 3 bilan 7 ga o'xshaydi. Tub sonlar. Xo'p, endi biz nima qilamiz buni? 8 imiz 2 ni kubi. Demak, ikkalasida ham 2 ni kubi bor.
Ikkini kubi bo'lgan ikkalasida ham ikkini kubini olgan. Chunki bu 8imiz ikkini kubi bo'lganligi uchun, ikkini kubi bo'lganligi uchun bittasidan ikkini kvadratini, bittasidan ikkini birinchisini olmaydi. Demak, bu A da ham, B da ham bunday nazariyat qilmasak ham bo'lar ekan, osonroq qilsak ham bo'lar ekan. Ya'ni A ni B ga nisbati teng 3 ga 7 deydigan bo'lsak, demak, A bilan B sondagi umumiy ko'paytuvchilar qisqarib ketgan holatda o'sha umumiy ko'paytuvchilar ikkini kubi bo'lgan. Chunki i kubni olguncha faqat umumiy ko'paytuvchi olinadi. Demak, bular ikkini kubiga ko'paygan bo'lgan. Demak, asl sonlarni topdik. 3 ko'paygan 8 24 bo'lgan bittasi. Bittasi 56 bo'lgan. Ikkalasini qo'shib qo'yadigan bo'lsak, javob 80. Demak, javob. Hop. Keyingi 12-chi misol. 2024ning 2025-si ni 7 ga bo'lganda holini top deyapti. Hop, qoldiqli bo'lishda shunday qoida bor edi. A, Qoldiqni xossasini qoldiq takrorlardi. Ya'ni 2024 ni 7 ga bo'lganimizdagi qoldiq, chiqqan qoldiq o'sha qoldiqni 2025-sini 7 ga bo'lganimizdagi qoldiqqa teng bo'ladi. Ya'ni biz 2024 ni qoldiqli 7 ga bo'lib, qoldiqli bo'lish shaklida yozib olishimiz kerak. Demak, 7 kara 3 desak 22 tadan beramiz. 14 ayiraversam 6, 62, 8 tadan 56, 6, 64 ichida 9 tadan 63, demak 289. Bu 2024imiz shunday ekan. 289 ko'paygan 7 plus 1 qoldiq ekan. Shuni 2025-sini 7 ga bo'lganda qoldiq so'ralyapti bizdan. Demak, berilgan sonni qoldiq bo'lish shaklida yozib olib, shuni 2025-sini 7 ga bo'lganda qoldiqni toping deyapti. Qoldiqni xossasini qoldiq takrorlaganligi uchun biz bu yerda 1 ning 2025-sini 7 ga bo'lganda qoldiqni topsak kifoya. 1 ning 2025-si 1 ga teng, 1 ni 7 ga bo'lsak, ya'ni kichik sonni o'zidan katta songa bo'lsak, qoldiq kichik sonni o'zi. Ya'ni qoldiq 1. 13-savolga kelamiz. O'tamiz. 13-savol. 13-savolda 1 plus 11 plus va hokazo hokazo 1 1 1 2025 ta birdan iborat bo'lgan 2025 ta birdan iborat bo'lgan songacha bo'lgan sonlar qo'shib chiqildi. Bir xonali, ikki xonali, uch xonali, jami 2025 xonali sonlar qo'shib chiqildi. Yig'indining o'nlar xonasidagi raqamini toping deyapti. Yig'indining o'nlar xonasidagi raqam degani mana bu qo'shib chiqilgan paytda birinchisi emas, ikkinchi xonadagi raqam. Endi bu ikkinchi xonadagi raqam bo'ladigan bo'lsa, mana bu birinchi xonani boyitadi. Ana endi ikkinchisidan boshlab ikkinchi xona boyib boshlaydi. Ya'ni mana birimiz borib birlar xonasiga qo'shiladi. O'nlar xonasi borlaridagina o'nlar xonasi boyiydi, ya'ni to'lib boradi o'nlar xonasi. Endi o'nlar xonasi bor sonlar nechta deydigan bo'lsak, bittagina birlar xonasi bor, bir raqami bor, chiqarib taylaydigan bo'lsak, 2024 ta 2024 ta o'nlar xonasi bor son bor. Bu sonimiz jami, ya'ni hammasi 11 dan iborat bo'lganligi uchun 11 ga ko'paytiramiz. Nima uchun 11 ga ko'paytiramiz? Birga emas. Sababi birinchi xona boyib ikkinchi xonani to'ldiradi. Mana bu xona boyib to'lgandan keyin bu ikkinchi xonani to'ldiradi. Shuning uchun ham bizga birinchi xona ham kerak. Shuning uchun 2024 ni 11 ni o'ziga ko'paytirish yetarli. 2024 ni 11 ga ko'paytiramiz. 22264. Demak, 22264 chiqar ekan. Birlar xonasi 4 ekan, o'nlar xonasi 6 ekan. Demak, o'nlar xonasi 6. Bejo. 14-misol. 2025 soni 1, 2,
uch 2023 sonlariga bo'lib ko'rildi. Hosil bo'lgan qoldiqlar ichida eng kattasini toping. Biron bir sonni o'zigacha bo'lgan sonlar ichida bironta songa bo'lgan paytimizda qoldiq eng katta bo'lishi uchun u o'zini yarmidan katta bo'lgan songa bo'lishi kerak. Nima uchun? Misol uchun 5 sonni olaylik. 5 sonni a, birdan 5gacha bo'lgan sonlarga bo'lgan paytimizda qoldiq eng katta bo'lishi uchun 2,5dan katta, ya'ni 5,5, 2,5dan katta songa bo'lishimiz kerak. Agar 2,5dan kichik songa bo'ladigan bo'lsak, misol uchun 2 ga bo'ladigan bo'lsak, buni ichida ikkilar soni ikkita, ya'ni tarkibida ikkita, uchta bo'lib qoladi-da, qoldiq kichikroq bitib qoladi. Endi o'zini yarmidan katta songa bo'ladigan bo'lsak, u holatda qoldiq o'zini yarmidan ortib qolayotgan qoldiqda o'zi qoladi. Tarkibida faqat bittagina o'ziga o'xshagan son bo'ladi. Misol uchun mana 3 ga bo'ladigan bo'lsam, tarkibida bittagina 3 bor. Qolgani qoldiq bo'lib ketyapti. 2025 ni yarmi 1012 yarim bo'lganligi uchun 1013 ga bo'lsam, buni 1013 ga bo'ladigan bo'lsam, qoldiq 1012 bo'ladi. Bundan ortiq katta qoldiq chiqmaydi. Demak, 1012 qoldiq bo'lyapti. Agar 1012 ga bo'lsam-chi deydigan bo'lsa, 1012 ga bo'ladigan bo'lsam, 2024 bo'lib qoladi, bir qoldiq bo'lib qoladi. Keyingi misol ham ketdi. Demak, keyingi kitobga o'taman. Hop, keyingi bitimiz. Demak, 15-chi misol. 15-chi misolda quyidagicha savol berilgan. Demak, 7 ni 2025-sini 9 ga bo'lgandagi A qoldiqni qoldiq. A ni 2025-sini 9 ga bo'lganda B qoldiq qolsa, A ni birincisini hisoblang deyapti. Yuqorida ko'rsatgan usulim bo'yicha ishlaymiz. 7 ni 2025-si bo'lingan 9. Endi 7 9 dan kichik bo'lganligi uchun biz 7 ni 9 dan kattaroq songa aylantirib olishga harakat qilamiz. Ya'ni, misol uchun 7 ni 3-sining 2025 da 675 bo'ladimi? 600 7 ni 3-sini 675-si desak ham bo'ladi. Xo'p, ana endi bo'lingan 9 deydigan bo'lsak, 9 ni 7 ni 3-sini hisoblaymiz. 7 ni 3-si hop 343 bo'lganligi uchun 343 ni 675-sida oladigan bo'lsak, buni bo'lingan 9. 343 ni endi 9 ga bo'lib 343 ni 9 ga bo'lib qoldiq bo'lish shaklida yozamiz. Ya'ni 38 ko'paygan 9 plus 1 qoldiq bo'ladi. Xo'p, bo'lingan 9. Shuni 675-si. Ya'ni men bu yerda 343 ni 9 ga bo'lib qoldiqli bo'lish shaklida ifodalab oldim mana. Shuni 675-si bo'lingan 9. Endi o'sha yuqorida ko'rsatgan usulim, ya'ni qoldiq bo'yicha ketamiz. Ya'ni 1 675-si bo'lingan 9. 1 bo'lingan 9. Qoldiq 1. Yuqoridagi misolda o'zi bu. Demak, A topildi. A teng ekan 1 ga. Mana chunki 7 ni 2025-si 9 ga bo'lgandagi qoldiq A bo'ladi deyilgandi. A 1. Endi 1 ni 2025-sini yana 9 ga bo'lganda qoldiq so'ralgan. Yana bir qoldiq. Ya'ni B teng 1. 1 ning birinchisi, ya'ni A ning birinchisini hisoblang deyilgan. 1 ning birinchisi 1 ga teng. Demak, javobimiz A.